Tug'ilgan kun bu oddiy kun emas. Yaqinlaringizni tabriklar TV loyihasi orqali xursand qiling. Jonli qo'ng'iroqda sevimli boshlovchingiz Go'zal Izzatovna. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ra'noxon onajonim, yaxshimisiz? Ha. Onajon, avvalambor bugungi quvonchli ayyom payg'ambarimizga umid bo'lgan tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga ham, umringiz uzoq, tanu joningiz sog'-omon bo'lsin, oila a'zolari va qalbga yaqin insonlar baxtiga doimo o'zingizni ehtiyot qilib yurishingizni tilab qolaman. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ayni daqiqalarda onajon tinglab borayotganingiz bu tabriklar TV teleradio loyihasi hamda Kamina mana shu loyihaning boshlovchisi Go'zalxon bilan jonli tarzda muloqotda bo'lib turibsiz. Rahmat. Bizning loyihamizga ushbu quvonchli ayyom tavallud kuningiz munosabati bilan sizni qutlash, muborakbod etish maqsadida yaqin bir insoningiz tomonidan sizga o'qib eshittirishim kerak bo'lgan ajoyib bir tabrik xatlarimiz bor qo'limda. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomalarni va dil izhorlarni yaqin insonlaringiz orasidan aynan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Jigarlarimdir. Bolalar tabrikladi. Albatta. Sizni mana shunday quvonchli kun bilan juda ham yaxshi ko'rib qadrlovchi, mehribon qadrli bo'lgan farzandingiz o'g'lingiz Farruxjon akamiz nomlaridan hamda turmush o'rtog'ingiz Rustamjon otamiz, farzandlaringiz Farruxjon, Faridaxon, Yulduzxon, Sojidaxon va nabirajolaringiz Fayzbek, Davlatbek, Nurbekjon, Kamronbek, Imronbek, Imonaxon tomonidan mehribon farzandlaringiz tomonidan o'g'lingiz Farruxjon akamiz sizni ushbu quvonchli ayyom tavallud kunlaringiz bilan muborakbod etib qoldilar onajon. Rahmat. Farruxjonim ertalab tabriklovdi bolajonim. Rahmat. Borlariga shukur. Va onajonim, bu hali hammasi emas. Ijozat bersangiz, mana shunday yaqinlaringizni, mehribon farzandingizni siz tomon o'rin olgan ajoyib unutilmas bo'lgan tabriknomalarni sizga o'qib eshittirsak maylimi, tinglay olasizmi? Mayli. Minnatdormiz, diqqat qilasiz unda. Dunyolari kerak emas bo'lmasangiz, osmonimda oyim bo'lib to'lmasangiz, tiriklayin o'laman men yig'lasangiz, boringizga shukur deyman. Onajonim, assalomu alaykum. Mening eng aziz insonim, qadri bebahoyim, tengsizim, yerdagi jannatim, gullar ichra rayhonim, aziz jannatim onajonim. Bugun sizni quvonchli kun, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog', omon bo'lsin. Bunaqangi yoshlarni, shukronalik, quvonchli ayyomlarni ko'pini nishonlab yuring. Bizga bergan mehringiz, tarbiyangiz va hayotning pasto balandini o'rgatganingiz uchun sizdan cheksiz minnatdorman. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Bugun dunyoga kelgan kuningiz men uchun eng katta bayramdir. Siz qo'limni ilk bor ushlagan, orzularimga yo'l ko'rsatgan, men uchun eng mo'tabar va muqaddas insonsiz. Mening uchun siz nafaqat ona, balki mehribon do'st, oqil maslahatchi, qalbimning quvonchidirsiz. Sizdan oladigan duolarim hayotimning eng katta boyligidir. Onajon, sizsiz dunyoga nur tushmas edi. Qadamlarimga kuch qo'shmas edi. Men sizga doimo faxrlanib qarayman va har bir yutug'imning ortida aynan sizning mehringiz, mehnatingiz va sabringiz borligini yaxshi bilaman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Allohim sizni doimo o'z panohida asrasin deb qolaman. Siz bor dunyoyimning quyoshi yorqin, siz bor hayotimda huzurda turjon. Siz bor osmonimda yulduzlar yaqin, yaxshiyam yonimda borsiz onajon. Lolalar rang olgan yuzi nurligim, so'zlari shifoyim, ko'ngli durligim, farishtam o'zingiz, husni hurligim, yaxshiyam yonimda borsiz onajon. Gullar undirgan siz payxoningizdan, aylanay qalb degan sayxoningizdan, jannat hidi kelgan rayhoningizdan, yaxshiyam yonimda borsiz onajon deya mana shunday ajoyib bo'lgan tabriknomalarni va dil izhorlarni loyihamizga sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, mehribon, qadrli bo'lgan farzandlaringiz, o'g'lingiz Farruxjon akamiz va nabirajolaringiz, yaqin oila a'zolaringiz ushbu tabriknomalarni aynan siz tomon yo'llab qolibdilar onajon. Rahmat bolajonim, rahmat. Sog' bo'lsin.
Rahmat sizga ham. Onajon salomat bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin, Tanujoningiz sog'-omon bo'lsin. Bugungi quvonchli ayyom, tavallud kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat katta. Sizlarga ham rahmat. Minnatdormiz. Bolajonim ishlariga omad. Albatta. Ilohim aytganingiz kelsin. Allohim o'z panohida asrasin, bolalarni huzurli ko'rsin. Ilohim. Rahmat sizlarga ham katta. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling onajon. Sog' bo'ling. Allohga shukr. Marhamat kiring. Bo'ldi. Bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu qo'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.